Nima bo'ldi? Bolalar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Render. Meni 4-videoyim. Endi menda 3 ta obunachi bo'ldi. Bu juda ham yaxshi natija. Buning uchun sizlarga juda ham katta rahmat. Men soliqlarni to'laganman, hammasini qilganman. Mer meni ertalabda Alo, Render, qayerdasan? Uyimdaman, nima qilgan bo'lardim? Yana nima ish yurasiz, janob? Yo'q, keyin men sen meni chap qo'limga olmoqchiman. Qandaydir, rahmat. Borayman hozir oldingizga. Ha, kel. Qo'riqchilarga aytib qo'ydim. Meni chaqirdim deb. Bo'ta boraman, janob. Rahmat sizga. Kechirasiz bunaqa yangilikni. Men qanday qildi ekan bolalar? Like bosib obuna bo'linglar. Yitel nimaga hayron bo'lib turibdi? Yitel, nima sen hayronsan? Nimaga jahling chiqyapti? Mana u odam mendan $100 olishni o'rniga $200 so'rayapti. Nimaga $200 so'raydi? Bilmadim, buni undan so'ra. Janob, hammasi joyidami? Uka, o'zi 2 oydan beri menga soliqlar, pullarni to'lamaydi. Ijaradan haydab yuboraman. Yitel, o'zingda ekan ayib. Men hech narsa qilganim. Men hech narsa qilganim yo'q. Boringlar ulas, meni bunga aralashtirmanglar. Sen anu bilan bir xil ekansan-ku. Nima bo'lsa? Bor yo'qali. Ertalabda mana Jigulini oppoq dahshat ekan bolalar. Shunaqasidan olsam bo'ladi. Salonlar hammasi zo'r ekan. Shunaqasidan olsam bo'lardi ekan bolalar. Javohirga bir telefon qilaylik. Alo, Javohir. Qaraysan. Tinchlik menda, o'zinglarchi? Menda ham tinchlik. Eshitdingmi, janob mer seni chap qo'liga olmoqchi ekan. Eshitdim. O'zingchi? Men senga deyapman-ku, ahmoq. Men ham hozirgina telefon qilib aytdilar menga. Bo'pti, kira oldiga o'tirdim. Bo'pti, bor. Tut. To'qson hech kelmadi-da. Men o'lgan kuni kelaman diyor. Akalar, qalaysizlar? Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Qalaysan, Render? Mendan so'roq savol qilmang. Merda o'zi chaqirgan. Sizga aytdimi? Menga aytdi, qo'rqma. O'ti, men kiray. Mayli. Assalomu alaykum. Boshimdagi toj. Va alaykum assalom. Mana tomonga o't. Aylanib. Charonchi qo'lini chap qo'liga emas, o'ng qo'liga olmoqchi edim. To'g'ri eshitdim, o'zi aytdingiz-ku. Bilasanmi, doim berdi yoki xo'jayinni o'ng qo'llari, chap qo'llari beravermadi. Men senga xo'jayinni Jigulini ko'rdingmi? Ko'rdim. Shu Jigulin sen uchun. Ba'zi yaqin minib yur. Mana senga uka panteshka. Rahmat, janob mer. Peshonangizni o'pib. Shuraya. Nima deysan? Yoshdasan, demoqchi emasdim. Mayli. Ovoz g'alati bo'lib qoldimi? Gripp bo'lib qolibman. Yong'in qilibdi bolalar. Janob, siz nima qilyapsiz? Endi mashinada yurasanmi? Mashinada yuraman, nima edi? Qachondan beri mashinada yurib qoldingsan? Bor yo'g'irga qaytib kelma. Menga aytaveraman hozir bu gaplaringizni. Kim yetsa yetur, bor yo'q. Mayli, ko'rishamiz hali.
Bo'lmasam og'ziga qo'y yog'lar. Yaramaslar. Endi u Jiguli meniki. Chip-chiroyli ko'rlayim bola bir aylanib kelaman umuman oladi. Chiqib uyni yo'qotib qo'ymasam bo'ldi bola. 2-3 safardan beri kvartiralarni yo'qotib qo'ydim. Hech kim parkovka qoldirmabman. O'rniga. What? Zo'r Jiguli ekan. Meni taklish ham kina bo'ldi. Yaxshi Jiguli ekan. Qancha qo'ylar. Masih ikan bola. Iya udah gitu capek banget. Yang terparkus terkumpulin kira. Iya başım. Parkur yoqib qo'ydim. Lekin bola dahshat ekan bu Jiguli. Obuna, mendan videolardan esa obuna va like. Yaqinda yangi video ham chiqadi. Kutinglar, o'zi bu ham yangi video. Men bu kanalimni kecha ochdim. Ey, sen Jitel, nima haldan beri shu yerda o'tiribsanmi? Ha, o'tiribman. Sevgilim bilan gaplashyapman telefonda. Hali sen telefoning bormi? Necha yoshsan? 26. Sen uchun 27 yoshga men sizlar. Pashonda. Tushundingmi? Mayli, ko'rasan sen iflos. Nima rosa iflos kirisa, o'g'lingga chicha. Yo'qoling ekan. Bo'pti gapim. Bu kvartirachini ukasida bo'lmasam bir mazasini qochirib qo'ygan bo'lardim bolalar. Kvartirachini ukasida kvartiradan haydab olish mumkin. Shuning uchun hech bilmayapman. Nima bu hojatxona o'tganmi bu? Mana tomonlar ham chiroyli ekan. Bir tashqariga chiqib ezilib ketdim. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Sen kimsan? Men kecha ko'chib keldim Makka. O'zingcha kechaga hammaga baqirib yurma. Nimaga? Bundalar hammasi 3-4 yildan beri bu yerda yashaydi. 3-4 yil ana nubxami? Ha. O 19 yildan beri shu yerda yashaydi. Nechiga kirgan o'zi u? 23ga kirgan. Siz nechiga kirgansiz? Men 33man. Yaxshi ekansiz. Ana boy yetilmi? Janob, siz nima uyingiz oldida o'tiribsiz? Meni akam yaqinda kelyapti. Shuning uchun endi menejer soliqlarimni 10 kunligini to'lab berdi. Sumkart orqali. Yaxshi. Ochki so'ragan lekin ochki. Gap yo'q. Ochkimga til tekkizma. Yo'q, gapirishni o'rgan valloh. Vallahi sizlar bunga e'tibor bermanglar. Bo'pti, men to'laveraman shuningdek. Qiz bu yuzing yoqmayapti menga. Bo'pti. Men biton qotib qolganmi? Jitel. Mana seni tishing bor. Qancha kimsha o'zi? Render bo'laman. Yaxshi. Render bilan renderda nima farqi bor? Mana hozirgina render deding-ku. Yaxshi demoqchi edim. Bor yo'qoli. Hamma qo'shnilar g'alati. Halimakka parkovka qurib qo'yay men bolalar.
bo'lmaysizlar. Keyingi qismda xudo xolasa parkovka qurib qo'yaman bolalar. Endi parkovka qo'shimni ham videoga olsam ko'pchilik bolalar aytgancha o'tgan videoda ismlarini yozib qoldilar dedim. Hech kim ismini yozmabdi. Yomon xafa bo'ldim. Ya, tushib qoldim. Yomon xafa bo'ldim. Hech kim meni mensimagan. Nima endi YouTube kanali yangi deb qo'llaverish kerakmi? Lekin juda ham katta xafa bo'ldim lekin men. Hamma kommentni yozib ketsin bolalar. Bolalar yomon xafa bo'ldim lekin. Bo'pti mayli. Lekin men sizlar obunachimisizlar, shuning uchun men sizlardan xafa bo'lmayman. Bo'pti, sizlar kechirdim bolalar. Bo'pti bolalar, shu joyda videoni tugatamiz. Videoga like bosib, hammasi mana kommentga yozib ketsa, obuna ham bo'lib qo'yishni eslaringdan chiqarmanglar bolalar. Iltimos bolalar, iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan like va obuna, mendan esa video. Ama jiddiy gapirmay qo'yinglar, hammasi munsur. Bo'pti bolalar, ko'rishguncha deb qolaman. Hammaga xayr.